Butun O'rta Osiyoga vizit bizaday qilib beradigan bo'lsa, salon paloni bilan yop boraman. O'rta Osiyoda hali bunaqa bonus bironta hafta salon qilmagan. 7 uxlab tushingizga ham kirmaydi bunaqasi. Buni kim qiladi? Faqatgina Swiss Buxara avtosaloni. Butun O'rta Osiyoga vizit har bitta mijozga bittadan televizor bersak, nima deyapti? Bu hali hammasi emas. Undan tashqari parok, tonirovka, radiator zashta poligigacha qilib bersak, undan tashqari 12 ta viloyatdan keladigan aka-ukalarimiz uchun mehmonxona va buxorocha osh sofi qilib bersak, nima deyapti? Qog'ozbozlik qilib lotatron o'ynab, sizlarni avra qilib o'tirmaymiz. Swiss Buxara hozir nima bonus va'da qildi? Barchasini qilib bersa, nima deyapti? Qachongacha quruq gaplarga ishonib, avtomashina xarid qilasizlar? Swiss Buxara avtosaloniga tashrif buyuring. Boshlang'ich 25% bilan 5 yilga o'zini pulni bo'lib to'lashga chiqarib bersak, bitta pasport evaziga nima deyapti? Butun O'rta Osiyoga vizit noxoz bizaday bonus qiladigani paydo bo'lib qolsa, butun salon paloni bilan yopib boramiz. Bunaqa imkoniyat faqatgina 31-maygacha ulgurib qoling. Barchangizni Swiss Buxarada kutib qolamiz.